Diqqat! Ertaga O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Ertaga Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja iliq, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang.